Bundan 3 yil avval Turkiyada sodir bo'lgan kuchli yer silkinishi minglab aholining hayotini ostin-ustun qilgan fojiaga aylandi. Ammo o'sha og'ir vaziyat qator mamlakatlar, xususan O'zbekiston birinchilardan bo'lib yordam qo'lini uzatishi natijasida insoniylikning yorqin namunasi sifatida ham tarixda qoldi. Bugun u yerda istiqomat qiladigan vatandoshlarimiz tabiiy ofatdan keyingi hayotini qaytadan boshlagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Vatandoshlar jamoat fondi bilan hamkorlikda tayyorlangan reportajimiz shu haqda. 2023-yilda Turkiyada bo'lib o'tgan kuchli zilzila Xitoyning o'zbeklar yashaydigan ovokentliklarni ham sinovdan o'tkazdi. Ko'p oilalar yaqinlaridan ayrildi, ammo mehr-oqibat, birdamlik, hamjihatlik bilan ovokentliklar barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishdi. 3 yildan buyon jabr ko'rganlar Turkiya hukumati bergan konteyner uylarda yashashmoqda. Hayot to'xtab qolgani yo'q. Hatto shu konteynerlarda to'y marosimlar ham o'tyapti. 20 yil birga yashagan qaynona va kelin uyida ham bugun to'y. Ular bilan suhbatlashar ekanmiz. Boshidan qancha qiyinchiliklar o'tsa-da, hayotning har bir kuniga shukronalikni sezdik. Sizlarda yangi kelinga ko'p ish qildiradimi sizlar? Hech qildirmaymiz. Mana bunday qilamiz yangi kelinda. Onang yaxshi, otang yaxshi deb. O'zing ham yaxshi deymiz tabii. Ajrashishlar kammi yo ko'pmi? Ammo xotin bilan ya'ni ayrilgan yo'qlar, çok şükür buncha. Niyat sababi nima deysiz? Sababi sevgi, saygı, hurmat. Abdulbaki va Xoldana agarlar 60 yildan buyon birga yashaydi. 8 farzandni katta qilishibdi. 8 bolamiz bor. Xudoga shukr, birlik qildirmasin. Ularning bir-biri ikkovi Adanada. Xudo har qilgan yo'q-ku. Hamma mo'llikda yashadik. Alloh mo'l berdi qarang, hech kam qilmadi shu. Cho'li bolalarning rizqi bor, mo'l bo'lsin, har kimda bolasining rizqi mo'l bo'ldi. Qarang, mo'l bugunga qadar mo'l bo'ldi, hech kamimiz qolmadi. Zilziladan faqat 3 o'g'lini uylari zarar ko'rgan. Ular yaqinda yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Bir uyga 4 uy berib yotdi davlatdan. Masalan, adresingiz bo'lsa, bir necha o'g'lingiz bo'lsa, necha qizingiz bo'lsa, bunga har qaysi bir uy berib yotdi. Zilziladan so'ng berib yotdi. U kami yo'q, davlatimizda ham kami yo'q, Xudoga shukr. Meni ularima 4 uy bir do'kon beryapti qarang, ularima 4 uy bir do'kon. Qarang, buni kim beradi buni? Suhbatdoshimizning hovlisida ko'plab qozonlarni ko'rdik. Ularni ijaraga berasizmi degan savolimizga shunday javob berdi. 30-35 yil bo'lgandi shuni davom qilamiz. 30-35 yil. Nima foyda sizga bundan? Foydasi bizga savob bo'lsin, boshqa bir şey değil. Allah bergan qo'ldan ketsin. Allah bergan qo'ldan qilsin. Bir bersang 10 beraman degan. Yurak bilan inansangiz beradi qarang. Hech farq qilmaydi. Qarang, men 8 bola bilan keldim. Bizga birovga pul berganimiz yo'q. Berganga og'amiz bermagan yo'q. Masjidam sazdadik va xayr, endi yaqinda masjidam ochilish qilamiz. Joriy yilning oxirigacha Ovokentda yashayotgan o'zbek oilalari yangi qurilgan kottejlarga ko'chib o'tadi. Ular bu kunni intiqlik bilan kutishmoqda. Ularning bugungi turmush tarzini kuzatar ekanmiz. Kelajakka katta ishonch, hayotga bo'lgan o'zgacha mehr-muhabbatga guvoh bo'ldik. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Qoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.